Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, zo'rmisizlar? Kayfiyatlar, xonadonlar tinchmi? Bardam boqasiga yengilmi? Qarshi zo'rmisiz? Sog'ayib qoldingizmi? Hurmatli qarindoshlar, mana biz ham keldik Turkiyaga. Mana bu biz turgan mehmonxona New Evin Hotel der ekan. Mana bu Turkiyaning ko'chalari. Ertalab tong sari yetib keldik. Aytyapman, juda menga yoqqan tomoni aytyapman, ob-havo juda zo'r ekan. Shu ikkinchi nima deydi? Dihani ham o'pkam ochildi-da. Juda toza havo, boshqa. Endi bugun hozir ozgina dampamni olib uni qilamizda. Ertadan boshlab xudosi konferensiya bor ertaga. Katta konferensiya bor. 30 ta mamlakatdan kelyapti. Afrika, Yevropa, Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo hammasi kelyapti. Biz bilan Sankt-Peterburgdan keldi bolalar. Qarshi aka, siz o'qigan yurt bolalari keldi Sankt-Peterburgdan. Birga samolyot yo'llar Toshkent orqali uchgan ekan. Biz bilan birga kelishdi. Ertaga iloji boricha hammasini tashlayman. Hammalaringiz yaxshi kayfiyat, tinch omon bo'lingizlar. Safarga yurgan Nomiljonni ham bizni ham bir duo qilib qo'yasizlar. Nasib bo'lsa, pardaga azizlashdim ki, Malayziyaga borganda hechimiz men Turkiyaga boraylik, nomard deb. Shuning uchun men demoqchimanki, hammamizni mana shunday safarlarga, shunday ajoyib kunlarga yetkazsin. Chunki endi yuradigan paytimizda hammalaringizga sog'lik, omonlik, yaxshi kayfiyat. Bu yerda hamma sharoitlar bor.